Assalomu alaykum. Qizim, qalaysiz? Ya, zo'r narsalar. Bismillah, o'qiysan-da. Abi. Kichkina qani? Bog'chada. Assalomu alaykum. Opa, to'yimsiz? Bu kichkina o'g'ilga tushamiz. 32 tushamiz. Mana tushamiz. Yana bor. Qizimga bo'lsa kerak. Nechinchi sinf bo'ldingiz? 23 ekan. Yo'q, 23 ekan. Iloyim o'g'lim ham katta bo'lsa, sizlarga o'xshagan bo'lsin. Boshqa nimasidan kelishini buni. Nima dedim, mutasaddi. Masala oyoq ekan, ha? Yelkalari ham yaxshi keldi. Qulluq bo'lsin. Nima dedi? Rahmat, sizga qaytdi. Buni mana ayir beradi. Sizga. Bu katta qizimga tushadimi? Nima ham ko'rinchi? Salom Olsun. Birinchi Ular unaqa so'ylay tushmagan. Nega unaqa? Mana o'zking. Nega unaqa ko'ylak kiyishmagan? Ular ustidalarni ham qo'shnilarimiz olib chiqqan. Qo'shnilarniki yurish oldimi? Shularni Nima olsa? Mana yostiq. Yostiq jilid, bu opangizga. Bu mana dasturxon. Ana. bu kiymasa ko'z kiyadi. Yana Bu topishga mana. Mana bu kuyingiz oyoq ekan-ku. nima dedi? Chiroyli keldi, ha? Zo'r keldi. Mayli, sog' bo'ling, qizim. Rahmat dedi. Sog' bo'ling. Xo'pda, yaxshi o'tiringlar, ha? Rahmat, sog' bo'linglar. Xo'p, O'tiringlar, Sog' bo'linglar. Rahmat, sog' bo'linglar. Ilohim, so'zlaringga Xudo baraka bersin. Manjolang sog' bo'lsin.